9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Qorovulbozor tumanidagi Xotira xiyobonida ham tantanali tadbir tashkil qilindi. Unda tuman hokimligi mutasaddilari, huquq muhofaza qiluvchi idoralar rahbarlari, davlat va jamoat tashkilotlari, ta'lim muassasalari vakillari, yoshlar jamoalari hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. An'anaga muvofiq marosimda Motamsaro ona haykali poyiga gulchambar qo'yilib, vatan ozodligi va xalq tinchligi yo'lida jon fido qilgan ajdodlar xotirasi yod etildi. Muhtaram Prezidentimizni tashabbuslari bilan ushbu bayram tadbirlari chekka va kenja tuman bo'lishiga qaramasdan Qorovulbozor tumanida ham ko'tarinki ruhda tashkil etildi. Ushbu tadbirlarimiz asosan xotira va qadrlash bayrami ekan, bizning buyuk ajdodlarimizni yosh avlod tomonidan xotirlanib, o'z tashabbuslari bilan xiyobonlarda, qolaversa mana shunaqangi xotira maydonlarida kelishi juda ham ko'tarinki ruh berdiki, aholimiz o'zlarining mana bunaqangi tadbirlarda tashabbuslarini olg'a surdi. 9-may xotira va qadrlash kuni deb e'lon qilinishi bu xalqimizning ertangi kunga o'tgan ota-bobolarini xotirlashga, ularni qilgan ishlarini farzandlariga aytib, ulardan o'rnak olib, ularni qilgan ishlariga amal qildirtirishga o'rgatishda, qariyalarimizni olib borayotgan faoliyatini yoritib berishda dasturi amal bo'ldi. Biz ana shu dasturi amalda har yili 9-may bayramini chin yurakdan shunday bir ko'tarinki ruhda o'tkazamiz. Mana shu ruhni bitta belgisi bizning Qorovulbozor tumanimizda namoyon bo'lyapti. Chunki bitta narsa, Qorovulbozorda urushda xizmat qilganlar qarib 100 dan ziyod kishi bo'lgan. Lekin biz shularni oqtarib 51 nafarini topdik. Mana shu 51 nafar urushda qatnashib, o'zini jonini fido qilib, ana bugungi kunimizda shunday hayotni ko'rilishiga nabira chabira tinch yashash uchun qondan kechgan ekan, ana ularning xotirasini biz eslamay ilojimiz yo'q. Bunday tadbirlar Ikkinchi jahon urushida qatnashgan ajdodlarimizning jasorati, yorqin xotirasi unutilmas ekanining isboti. Qolaversa, bu yosh avlod qalbida vatanparvarlik, jasorat, mardlik tuyg'ularini yuksaltirishi bilan yanada ahamiyatlidir.